Assalamu alaikum, hürmetli din kardeşlerimiz, muhterem tamaşaçılarımız. Assalamu alaikum, hürmetli Radif Hazret. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Radif Hazret, sahifemizni devam etip, şunda soruğa toxtalası kile yaş tuğan goylada bulgan meselelerde etiyeniler qatnaşırga tiyişlermi? Şuşu kelip çıqqan problemalarını olar şişirge buluşırga tiyişlermi? Yaş tuğan goylada gadatda indi aligi masala eng birinchi şeratga basa, çünki etiyeni var, etiyeni indi albatta o'zilishini kiritgan, lekin goyla bo'lib yashay boshlagach, mında indi yana goyla tuğdu buydu, yana goyla barlıqqa keldi. Bu goylada er belgilendi, xotin belgilendi, davlat deb aytamiz biz buni, yana davlat barlıqqa keldi. Davlatning o'z prezidenti var, premier ministr var. Demak, bunda boshqalarga o'rin qolmadi da shekilli kelib chiqa. Shunga da etiyenilarga tüp kengashni indi. Mana yoshlarni endi shu o'z burchlarini o'tab, shu yoshga yetkazganlar ekan, albatta etiyani nikohga qadar ular endi buyruq beruvchilar. Masalan, bolam tegara ishlaysan, bulay ishlamaysan, ham bola kichkinadan shunga tarbiyalanib o'sa. Bola endi etiyani ana so'zidan chiqasa tugadi. Lekin oila bo'lgach, bunda albatta bola oila qurgandan so'ng etiyanining so'zidan chiqmaydi. Lekin etiyani onlarga teyish Şuşu mezgilden son etiyeni indi balaga buyruq tugul, kengashgina bererga teyish. Yani bolam, mana qora, mana tirma, şolay bet tirmaga agarda sen bosasın ekan, demak aның sabı narsa ishlatdi, aның sabı ko'tarilib sening manglayingga suvga. Shunga ko'ra sen birok sog' bo'la ko'r bosma deb etiyeningni kesatibgina qo'ya. Bosasi tugul, bosma, bulaytma, tegaytmagas tugul. Etiyeni kengash berdi. Tirmaga bosma albatta yosh oilaning o'z ishi. Ne uchun? Çünki ular ali yoshlar, ular balki yolg'ishlar, balki ular endi durust ishlamaslar, lekin shusha tirmaga keltirib bosqach, sobi mong'ayga keltirib so'qqach, ular o'ylarga tegish, qorali etiyani aytgan edi, shundan da shulay ekanmi deb o'ylarni aytib, etiyani endi erishtirishga tegish. Albatta buyruq beruv yengil, tegay ishla, bulay ishlama, lekin bu şu yaşlarımız, onlarga endi 20, 25, 30 yaş mesela, onlar bit etiyanining aytganin o'tasinlar uchun onlarga shusha 40, 50, 55, 60 yaş bo'lurga tegish. Mesela etiyaningni o'z turmushida ko'rgan bu og'riqlarni ham ularning bolalari shusha og'riqlarga kelib qabat bostirasa kelmaydi. Lekin bolalar, yoshlar, ular shushuning bilan endi masalan aytaylik, nig'irga tegish, shuning bilan ular o'zaraqlarga tegishmaydi. Shunga yoshlarga da kengash beraman. Balki turmush sizni endi tizlantirdi, balki yig'ardi u sizni. Lekin siz hali yoshlar, siz endi qo'lga-qo'l tutunishib, kiri yo'g'adan tizlanib, oyoqqa bosib, otlab ketirga ham butun mashaqqatlarni qo'y bir kishi aytirga yarata aylanib o'tigiz deb butun problemalarni yo'q, o'tib, jimirib, vaqtida hal etib olg'oqlarga tegish ham shuning bilan haligi oila nig'i etiyanilarga kengash, agarda qiz berganlar ekan, etiyanilar kuyov deb tursinlar. Chunki shunday bo'lganda qiz endi etiyaniniki, ulardan bir qo'yada ketmaydi, ularning bo'lib qolar. Qiz masalan agarda ular kuyov deb tursalar, qarali etiyani men yaratgan, men so'ylagan pok yaratdi, shular demak men yolg'ishmaganim deb aytacak. Ham endi nig'rab kuyovga tag'inda yo'shib yashayacak, chunki etiyani yana yaratdi, shular demak endi men etiyaniga yarash uchun erimni yaratirga tegish. Şolay kiri yoqdan yigitning etiyanisi kelin yoki qizim deb tursinlar. Ne uchun? Yigit ularniki, ularniki bo'lib qolgan narsagina bo'lsa da qizni yoqlab chiqsinlar, qizni, chunki u etiyani oilasini qoldirib, ularning oilasiga kelgan, ko'pmi stress, ko'pmi og'irlik, yana turmush boshlagan masalan. Shunga ko'ra qiz bolaga ixtibor bo'lsa, yigitning etiyanisidan yigitga da albatta endi rahat ham yaxshi bo'lacak. Demek Radif Hazret umumiylashtirib aytganda, yosh oilalarga etiyanilar tergish bo'lib turarga tiyishlar, ham ularning kengashlarini tayanib yashasalar, oilalari motor, niqli bo'lacak, shulaymi? Albatta, biz endi bir qiziqli deb aytamiz, yoshlar etiyanini tinglag'iz, yashlaygiz deb. Mana ol masalada bor. Baribir etiyanini tinglag'iz degan so'z, yoshlar etiyanining so'zina quloq solirga tegish. O'zlarincha yashasalar-da, baribir aning negizinde etiyanilarning so'zina quloq solib yotishga ko'ra, albatta etiyanilarning yoshlarning tinglarga tegish.